Azizlar, dasturimiz davom etadi. Hafta yarmidan yangi yil hisobidan hafta boshlanadi. Murodbaxsh chorshanba aynan 2025-yilning oxirgi kuni bo'lib, 2026-yilga olib o'tadi. Va Madaminjon hamma o'ylaydi, sarhisob qiladi, yil davomida qanaqa orzular qilgan edik-ku, qanaqalari amalga oshdi, qaysilari ortda qolib ketdi, sarhisob qiladi va bizning suhbatdoshlarimiz ham o'z o'rnida yil davomida qo'lga kiritgan yutuqlari, yangi yil uchun rejalari haqida gapirib berishadi. Shunday. Bugun shunday suhbatdoshlarni ko'rsatimizga taklif etganmiz. Ya'ni musiqa, jo'shqinlik, yaxshi kayfiyat ruhida bo'ladi. Ya'ni bayramga munosib bir tuhfa tayyorlaganmiz. Shohsapa suhbatdoshlar bilan men tanishtirib o'tsam. Albatta tanishtiring. Kel tomoshabinlarimizni. Azizlar, Farg'ona davlat universiteti Pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakultetining musiqa ta'lim va madaniyat kafedrasi dotsenti, falsafa fanlari doktori, bastakor Layloxon Tursunova hamda yosh ijrochi, Farg'ona shahridagi 9-maktab bitiruvchisi, Ozarbayjon farzandi Mehdi Hasanovlar ko'rsatuvimizning aziz mehmonlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar Laylo opa. Mehdi. Assalomu alaykum. Yaqinlashib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Rahmat barcha aziz yurtdoshlarimizga ham ana shu kirib kelayotgan 2026-yil muborak bo'lsin. Yaxshi tilaklar bildirib qolamiz albatta. Rahmat. Laylo opa Farg'ona telekanali ko'rsatuvlarida ko'p qatnashganlar. Mehdi bilan roppa-rosa bir oy oldin xayrli kunda suhbatlashganmiz. Muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Albatta, Madaminjon suhbatdoshlarimiz bilan to efir boshlangunga qadar efir ortida suhbatlashdik va ulardagi kayfiyat, ulardagi energiya menga juda ham yoqdi. Chunki ijodkor, san'atkor, umuman qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar inson atrofdagilardan kuch olsa, ko'ngli to'lsa, mana shunday baxtiyor o'lkada mehr muhabbatdan to'yinsa, zo'r mahsulni, ijod mahsullarini taqdim etaveradi. Keling bugun suhbatdoshlarimiz bilan yana ham o'sha bayramona kayfiyatda suhbatlashsak. Albatta. Laylo opa, qanday bir ijod namunalari bilan yetib keldingiz? Endi musiqa san'at yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilayotganingizni bilamiz, lekin bolalar ijodiga, bolalar musiqasiga alohida yondashasiz. Bu yil ham ular uchun yangi asarlar yaratildimi? Albatta, ana shu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar uchun juda ham ko'p qo'shiqlar yozganman. Kitoblarim ham ko'p, bu haqida albatta oldingi ko'rsatuvlarda bayon etilgan. Hozirgi kunlarda ayniqsa mana shu bolajonlar qish faslini, ayniqsa qorni yog'ishini juda ham yaxshi ko'rishadi. Bolalarda qo'shiq kuylashda go'zallik bir yaraladi, bu ham bo'lsa emotsiya, ya'ni bolada emotsiya bo'lsa, his tuyg'u bo'lsa, unda ijroni yaxshi ijro etiladi, qachonki ana shu qo'shiq bolajonga yoqsa. Ya'ni bolalar tilidan ko'proq ijod qilaman, ularni tiliga moslayman va hozirgi kunda bir yangi qo'shiq yaratdim, ana shu qor haqida. Agar ijozat bersalaringiz, ozgina bir xirgoya qilsam. Dalalarda tindi ish, keldi yana quvnoq qish, quvnoq qishning qori bor, yog'aversin oppoq qor. Dalalarda tindi ish, keldi yana quvnoq qish, quvnoq qishning qori bor, yog'aversin oppoq qor. Qor, 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 yog'aversin qor, 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 oppoq beg'ubor, qor, 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 yog'aversin qor. Qor, 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 oppoq beg'ubor. Rahmat, Laylo opa. Xuddi yangi yil tomoshalarimiz esimizga tushib ketdi. Xuddi yosh qizchaga aylandim. U qaysidir sahnada mana shu qo'shiqni kuylagandek bo'ldim, to'g'risi. Chunki bolalarda ham mana shu oppoq beg'ubor, bolalarda beg'uborlik juda ham ko'p. Shuni sababli ham meni yaratgan qo'shiqlarim ana shunday bolalarni beg'uborlikka chorlaydi va ayniqsa ana shu yoshi katta insonlar ham birdamda o'zini yoshlik yillariga qaytadi. Xuddi sizlar qaytardingiz hozir bizni. Rahmat. Laylo opa, Shohsapa oramizda eng yosh qahramonimiz o'tiribdi. Mehdi, menimcha O'zbekistonda ilk bor yangi yilni kutib olyapsiz. Assalomu alaykum. Men bütün O'zbekiston xalqini yangi yil bayrami munosabati bilan tabriklayman. Sizlarni ham tabriklayman. Omad tilayman. Inshaalloh keyingi yil, yangi yil yaxshi bo'lsin. Inshaalloh. Mehdi, bolalikda ham yangi yil kunlarida qo'shiq kuylaganmisiz? Ha, albatta. yangi yil nimalarni eslatadi ko'proq? Kichik yoshlarimda asosan men unga inonardim. Shoxta bobo masalan hadiya, sovg'a
Ну, yodda qalan asos qor juda yaxshi Aha. menga yoqadi. Maktabda qanday nishonlanyapti bayram? Zo'r, juda hammasi kayfiyat a'lo, yaxshi. Ikkinchi chorak ham menimcha a'lo baholarga yakunlandi. To'g'ri. Voy. qiziqishlari haqida so'rashga hojat qolmayapti, chunki Mehdini egnidagi libos Haqiqiy Ozarbayjon yigiti. albatta va o'sha kelishidan, salomlashishidan, nafaslaridan san'atga oshiqdalik sezildi. Mehdi, maktabdagi tadbirlarda ham qo'shiq kuylab beryapsizmi? Albatta, yaxshi tadbirlar bo'ladi, hamisha butun tadbirlarda Aha. yaxshi kechadi. Mana Laylo opa ham yaqinda Ozarbayjonda malaka oshirib, yangi tajribalarni o'rganib qaytdilar. Bejizga bugun birga qatnashmayapsizlar. Laylo opa, Ozarbayjon taassurotlari bizga juda qiziq. Hatto mana sovg'alarni ham studiyaga olib kelibdilar. Albatta, mana bu Ozarbayjondan menga berilgan sovg'alar, chiroyli sharflar deymiz. Albatta, nima uchun menga buni taqdim qilishdi? Chunki biz borgan ana shu texnika universitetida asosan texnika, ya'ni pedagogika sohalari ham bor va u yerda savol berishdi, sizda qaysi o'qituvchisiz deb so'rashdi. Men musiqa o'qituvchisiman deb aytdim va ular biron bir musiqani, biron bir qo'shiqni ijro etib bera olasizmi deb aytishdi. Men u yerda jonli ana shu Ozarbayjon qo'shig'idan bir kuplet aytib berdim. Ozarbayjoncha qo'shiq aytib berdingiz. Ozarbayjoncha qo'shiq aytib berdim. Bizga ham ijro qilib berasizmi Laylo opa? Albatta. Mehdi sizga yordam beradi. Ozarbayjoncha. Tağlara çam duşanda, bülbül ağam duşanda, ruhuma banda oynar, yadıma sam duşanda, tağlara tam duşanda, gülüşünde düşanda, ruhuma banda oynar, yadıma sam duşanda. Bu qala daşlı qala, çınqılı daşlı qala. Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüb, heç biri olmayaydı. Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüb, heç biri olmayaydı. Bu qala daşlı qala, çınqılı daşlı qala. Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Ana Shohsaba baribir jonli ijroni ahamiyati boshqacha. Jonli ijro odamni baribir boshqacha ruhlantiradi. Chunki o'sha jonli ijro tiriklikni anglatadi-da. Jonli ijroda hissiyotlar boshqacha. Albatta. Har ikki ovozda o'ziga yarasha sehr bor. Buni qarangki, bu o'g'lonimiz O'zbekistonda, men Ozarbayjonda, bilasizmi? Bizning osmonimiz bir. Qalbimiz bir, dilimiz bir, dinimiz bir. Doğru mu? Doğru. Musiqamiz ham bir Laylo opa. Musiqamiz, Mug'om va Sozlar maqom. bir. Hammasi, hepsi bir. Ben de çok mutlu oldum. Ben Azerbaycan halkının hepsini çok seviyorum. Senin de çok seviyorum. Ben de istemem sen beni öğretmenim ol. İnşallah, mən də istəyirəm ki, inşallah sizin şagirdiniz olun. Bizde okun. Bizde Farg'ona davlatining musiqa fakultetidan okun. Xudo Ben xohlasa. size öğretmen bo'lishni istiyorum. Ustoz va shogirdni uchrashtirdik bugun xayrli kun dasturida. Laylo opa, Ozarbayjondan qanday bir taassurotlar bilan qaytdingiz? U yerda musiqasida qanaqa bir o'ziga xosligi bor yoki mana shu o'zbek musiqasiga ommalashtirish kerak bo'lgan jihatlar bormi? Mana o'quvlar davomida menimcha xulosalar o'rganib qaytdingiz. Albatta, biz ana shu Ozarbayjonda oxirgi kunlarimizda ana shu texnika universitetining 75 yilligi bo'ldi. Ana shu 75 yilligida judayam bir katta taassurotlar oldik. U yerda ana shu universitet rektori bizni O'zbekistonlik barcha borgan o'qituvchilarga, professor o'qituvchilar hammamizni sertifikatlar bilan taqdirlashdi. Judayam mamnun bo'ldik. Har bir ana shu guruhlarga kirib o'zimizni tanishtirdik. Har bir guruhga kiryapman, siz qaysi fandan dars berasiz desam, men musiqa fanidan desam, albatta o'sha yerda ijro so'rashyapti. Ona haqida ijrolar so'rashdi. Ona haqida ijrolarimni albatta ularga jonli aytib berdim va ularni hattoki ashta telefonlariga onam haqida
aytgan qo'shig'imni ham ularga tashlab berdim. Ular juda ham yaxshi kutib olishdi. Yana qolaversa, oxirgi ana shu 75 yillikni oxirgi paytda muzikantlar ham chiqdi, skripachlar chiqib musiqalar ijro etishdi. Bizi o'zbek musiqalarini ijro etishdi va ana shu Ozarbayjon musiqalarini, boshqa Chaykovskiyni musiqalarini ijro etishdi. Juda ham mamnun bo'ldim. Hamma tomonlama yana qani endi yana birga borsak. Shunaqa. Endi Mehdi bilan birga borasiz ehtimol yangi yilda. Birga o'rgatmen va o'rgatmenchi bo'lajaymiz, borajaymiz. İnşallah. Mehdi juda ham chiroyli tarbiya bilan, o'sha ma'naviyat, madaniyat bilan o'tiribdilar. Bizni bugungi ko'rsatuvimizga qanaqa qo'shiq tayyorlab kelgansiz? Tomoshabinlarimizga kuylab berishingiz kerak bo'ladi. Quruq kelmagan, o'tgan gal ham yangi qo'shiqlar bilan kelgan edi. Bu gal ham menimcha yangi yilga musiqiy sovg'a bor. Var. İnşallah sizler için yana bir güzel bir qo'shiq bandaman qo'shiq. Bandaman. Juda ham yaxshi. Sherali Jo'rayev repertuaridan. Allah rahmat. Birga tinglaymiz, bo'lmasa keyin muloqotimizni yana davom ettiramiz. Yüzünge can bile ta bendemen, mehri revşendil bükün ta bendemen, mehri revşendil bükün ta bendemen. Ürgeli yüzün gülistanın küzü, zevk birle gül bükün kur xendemen, zevk birle gül bükün kur xendemen. Ay bu sendes bir gelime gel, taptım ey can devleti payendeme. Canlı verdim bir yola, yol ilk demen. İşkin bile ta kıyametsin demen, İşkin bile ta kıyametsin demen. Canı verdim bir yola, yol ilk demen. İşkin bile ta kıyametsin demen, İşkin bile ta kıyametsin demen. Men senge can dille aşık melvali, sen nigara kay desem ben kay demem.
شاهی زمان سن حسنم حافظی بیچاره دک من بندمم حافظی بیچاره دک من بندمم sen şahanşahı cahan sen husnine Hafizi biçaredek men bendemen Hafizi biçaredek men bendemen Juda ham chiroyli ijro. Bu yerda ustozlar musiqadan bormi sizga? Ha, albatta. Men buradan hem Azərbaycanda hem de Özbekistandakı ustazlarıma salam yollayman. Onlarga katta rahmat. Hem de onu aytayım ki bugün Azərbaycandakı ustazım, makam ustazım Qasım Aliyevin doğulgan günü. O özü Fərqanədə doğulgan. Azərbaycanda yaşaydı. Ha, ama hazır Azərbaycanda yaşaydı. Keçə bizə zəng qıldım onunla bütün Fərqanəyə salam aytdı. Yangi il bayram münasibəti bilan təbrik. Teşekkürler. Təbriklərimiz. Doğulgan günü. Mehdi mana yangi yilda ham oldingizda katta imtihon turibdi. Birinchidan maktabni tamomlash, ikkinchidan oliygohga kirish. Menimcha bunga ham jiddiy tayyorgarliklar ketyapti. Bəli, bəli. Juda yaxshi, ko'p hazırlaşamiz. İnşallah yaxshi bo'ladi. Natija yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi. Laylo opaga savolim bor edi. Marhamat. Laylo opa, bastakor sifatida sizni juda yaxshi taniymiz. Juda ham chiroyli musiqalarni muallifi sifatida va juda ham mehnatkash, mana shu sohani fidoyisiz. Bugungi kunda o'sha kichkintoylarimizni kuylayotgan qo'shiqlari zo'r, ular yaxshi qo'shiqlar kuylashyapti. Lekin doim ham yoshlariga munosib emas kuylayotgan qo'shiqlari. Ayrim hollarda yor ishqida devonaga aylanayotgan oshiq obrazida 10 yoshli, 12 yoshli bolajonlarimiz kuylab qo'yyapti-da. Bugun bolajonlarimiz uchun o'sha haqiqiy bolalarni kayfiyatini, haqiqiy bolalarni hayratini beradigan qanaqa yangi asarlarni taqdim etmoqchisiz? Chunki men uchun har doim muhim va qiziq bo'lgan bolalar bastakorlari qay darajada ishlashmoqda, ularning rejalari qanday? Rahmat savolingiz uchun. Juda ham hozirgi kunda hali muammoli bir vaziyatda bu bolalar uchun. Bolalarcha qo'shiq yaratish kerak. Bolalarda tilidan she'rlar yozish kerak. Shu sababli ham hamma kitoblarimiz she'rlarni, so'zlarni o'zim yozganman. Chunki bolani tilidan bo'lsa, u bola o'zi ijro etsagina u hayotni tushunadi. To'g'ri, ular yoshligidan mana ularda ovozlarini buzib, haligi yuqori tonda kuylatishyapti. Ya'ni kattalarning qo'shiqlarini ijro ettiryapti va qolaversa kattalarning qo'shiqlariga raqsga tushirishyapti-da. Shu sababli demoqchimanki, yo'q. Bolalarga faqatgina ana shu bolajonlar tilidan ijro etiladigan qo'shiqlar bo'lish kerak va hozirgi yana yangi chiqayotgan bastakorlarimizga, kompozitorlarimizga shunday bir muammoni oldini olish kerakligini yana bir qator aytib o'tmoqchiman. Bolalar uchun qo'shiqlar yaratayotganda ularni yoshiga, ya'ni guruhlar kesimida bu jarayon boshqariladi-da. 3, 4, 4, 5, 5, 6 va 6, 7 yoshdagi bolalar uchun. Albatta tayyorlov guruhi chiqib turib, u haligi ko'ksiga urib sevgi, muhabbat haqida raqsga tushishi bu o'rinli emas deb bilaman. To'g'ri, endi tadbirda qarsaylar cholish, boshqa bo'lishi mumkin. U sezish kerak. Bola nima haqida kuylayapti? Bola qaysi qo'shiqqa ritmik harakat qilyapti? Qanday ijroga u raqsga tushyapti yoki nimani ijro qilyapti-da? Shu sababli ham bu muammodan ana shu maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi musiqa rahbarlari, tarbiyachilar qolaversa, ana shu boshlang'ich sinf o'qituvchi, musiqa o'qituvchilariga shuni tilab qolardim. Siz o'z ishingizni
uddaburoni bo'ling. Ya'ni siz o'zingizni yoshligingizni o'ylang va yoshlik haqida bolalarga kuylating. To'g'ri, axir bir kun keladi, ularning yoshi ulg'ayadi, katta bo'lishadi. Lekin ayni damda siz ana shu bolalar uchungina qo'shiqlarni yarating va konsertlarda, tadbirlarda, ssenariy bayramlarda, ertaliklarda ularni o'zini yoshlariga mos qilib kuylating va o'sha raqsga, ritmik harakatni o'rgating. Siz esa bu borada faoliyat olib boryapsiz. Sizdan shu natijalarni albatta faoliyat olib boryapman, lekin bilasizmi, mana shu kunlarda mani hozirgi kunda o'sha kanalimda ham bor, gruppamiz bor. Shunda 700 tadan oshiq ana shu musiqa o'qituvchilari hammasi kuzatib borishadi. Lekin ana shu kuzatish jarayonida jicha menda to'xtalish bo'lib qoladi. Buni albatta shogirdlarimga ham aytaman, yana davom ettirmoqchiman. Sababi mana shu 2025-yil bilan garchi biz xayrlashar ekanmiz, lekin bu yil menga juda ham yuksaklar olib keldi. Olima, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD va qolaversa kafedra dotsenti, qolaversa mana Ozarbayjondagi safarlarim, qardoshlarim, arkadoshlarim hammalarini ko'rib keldim. Yana qolaversa mana sizlar bilan mana shu Farg'ona televideniyasida uchrashib turibman. Demak, ortda qolayotgan yil siz uchun juda ham samarali yil bo'ldi. Albatta. Mehdi uchun ham shunaqa yil bo'ldi. Mehdi, hozir Laylo opa aytdilar, mana bolalarga bolalikdan mana shu qo'shiqlarni eshittirishda birinchi eshitgan qo'shig'ingizni eslaysizmi? Birinchi. Eng birinchi. Shu musiqaga qaysi qo'shiq ko'proq muhabbat qo'yishingizga sabab bo'lgan? Oilada ko'proq eshitib turisharmidi qo'shiq? Qonda bor. Qonda bor. Mehdining otasi san'atga ko'proq qiziqadi va san'atkor bo'lishni ko'proq xohlaydi. Mehdi o'zi ham shu hozir ham bolalarga Laylo opa, menimcha shu ota-onalarga ham aytish kerak, nafaqat ustozlarga, mana shu ijtimoiy tarmoq platformalarida ham bolalar uchun qo'shiqlar ko'p. Shularni ko'proq qo'yib berish kerakmi? Chunki qo'shiq orqali ta'sir qilish osonroq. Bolalar til o'rganishni ham mana qo'shiq bilan bo'lsa yaxshiroq o'rganadi deyishadi. Umuman mana shu tarbiyaviy jihatlarni ham menimcha qo'shiq bilan yetkazish osonroq. Juda to'g'ri, juda ham to'g'ri. Ana shu bekorga prezidentimiz maktabgacha ta'limni kimki hurmat qilsa, u bolalarni kelajagini, qadriyatni saqlab qoladi degan chiroyli buyuk so'zlarni prezidentimiz aytib o'tdilar. Kimki menga do'st bo'lsa, ana shu maktabgacha ta'limga yordam beradi va albatta men ham kanalimda ana shu so'zlarni yozib qo'yganman va shu sababli ham o'zim o'sha aranjirovka qilgan qo'shiqlarni shunday tashab beramanda, ijro etsin. Shunchalik hali ular uchun katta bazalarda tashab berganman. Ana shu undan hozirgacha foydalanib kelishyapti, lekin ayrim holatlarda o'sha siz aytganingizdek jicha muammolarga baribir duchor bo'lib qolinyapti. Oiladan boshlanish kerak bu qadriy qo'shiqlar. Albatta oila muqaddas. Ana shu yerdagi telefonlardagi qo'shiqlar mana chiqyapti. Hali jo'jalarimning, lekin bu borgan sari bola uni ko'rgandan keyin yana yangisini xohlayapti. Men istardim ana shunday yozayotgan musiqachi rahbarlarimizga yana ham yangiliklarni yaratsa. Bola juda ham tez o'rganyapti. Mana meni ham qo'shiqlarimni 4-5 tasini shu Xorazmlik bir yigitimiz doim taqdim qilib boradi. Ana shu aynan qor qo'shig'imni ham qaytadan ali karaoke sifatida yaratgan. Ko'p qo'shiqlarimni yaratishyapti hozirgi kunda. Shular juda o'rinli javob bo'ldi, madaminjon. Juda ham albatta. Sizlar ham xuddi musiqani ichiga kirib ketisizlar hozir. Albatta. Demak, bolajonlari san'atga qiziqayotgan, qo'shiq kuylayman, onajonim, qo'shiq kuylayman, dadajon deyotgan kichkintoylaringizni bemalol Laylo opa bilan uchrashtirishlaringiz mumkin yoki o'zlaringiz uchrashishlaringiz mumkin. Bu hazil emas, shunchaki taklif emas. Rostdan ham bolalarcha kuylashi kerak. Bolalarga beg'uborlikni hadya etishni, beg'ubor yulduzlikni hadya etishni istasangiz, bemalol Laylo opaga murojaat qilishingiz mumkin. Bugun Mehdi bilan Laylo opadan juda zo'r
energiya oldik, kayfiyat oldik. Kayfiyat oldik. Endi to'g'risi. bugun Laylo opa Mehdi uchun o'ziga xos kichik imtihon bo'lyapti. Mana professorning oldida kuylayapsiz. Mana ko'rsatuvni yozishimizdan oldin Mehdi menga bir nechta qo'shiqlarni yubordi. Eshitib ko'ring, Yangi yil bayramiga men xayrli kun dasturi orqali taqdim etmoqchiman dedi. Bu yerda bir qo'shiq juda ham e'tiborimni tortdi. O'zbek bolasi deb nom berilgan ekan. Lekin qo'shiq Ozarbayjon tilida va Ozarbayjon kuyi bilan yaratilgan. Laylo opa ruxsat bersangiz, Mehdidan mana shu qo'shiqni ijro qilishni iltimos qilsak, Mehdi. O'z shaxsiy qo'shig'im juda yaxshi. So'zlari yaxshi dəyərli şairimiz Baba Vəziroğlu, musiqası gözəl bəstəkar Sevinç Topqızlar. Bugün birinci marta yangraydi efir. Bu qoşuq Fərqana televiziyasında birinci mərtəbədir. İnşallah aytaman. Yaxshi. Azizlar, demak yosh ijrochi, Ozarbayjon farzandi, ham Farg'ona farzandi Mehdi Hasanov ijrosida yangi qo'shiqni tinglang, siz ham zavq oling. Marhamat. Gəzdim dağı aranı, xivəni Buxaranı. Gəzdim dağı aranı, xivəni Buxaranı. Cənnət bildim buranı, qədim Türkün qalası. Cənnət bildim buranı, qədim Türkün qalası. Vuruldum Səmərqəndə, baş kəndimiz daş kəndə. Vuruldum Səmərqəndə, baş kəndimiz daş kəndə. Saldı məni kəməndə, Mehdi burada qalası. Saldı məni kəməndə, Mehdi burada qalası. Ey məğrur Türk qalası, məmləkətlər anası. Ey məğrur Türk qalası, məmləkətlər anası. Mən də özbək balası, Mehdi burada qalası. Mən də özbək balası, Mehdi burada qalası. Sonadı hər biri, şux özbək gözəlləri. Bir sonadı hər biri, şux özbək gözəlləri. Sizi sevəndən bəri, mən də özbək balası. Sizi sevəndən bəri, mən də özbək balası. Var ol Azərbaycanım, sən şöhrətim atsanım. Var ol Azərbaycanım, sən şöhrətim atsanım. Mənim təzə ünvanım Özbəkistan olasın. Mənim təzə ünvanım Özbəkistan olasın. Ey məğrur Türk qalası, məmləkətlər anası. Ey məğrur Türk qalası, məmləkətlər anası. Mən də özbək balası, Mehdi burada qalası. 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 Mehdi juda ham chiroyli kuylabdilar. Bunday Tashakkurlar. hamdo'stlik qo'shig'i deymizda Shunday. endi. Bunday qo'shiqlarni sizdan ko'pgina kutib qolamiz. Laylo opa, sizga ham mana shunaqa shogirdlar muborak bo'lsin. Mana bugun ko'rsatuv bahonasida yaqindan yana ham tanishib oldilaringiz. Albatta. Laylo opa, ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Tabiiy bu bayram yaxshi niyatlar aytiladigan mo'jizali bayramda. Birorta bayramda yangi yilga o'xshata olmaymiz. Mana shu mo'jizali yildan, yangi yildan nimalarni kutyapsiz? Yana shu oxirgi yetmagan qanaqa ishlar borki, 2026-yilga atab qo'ydingiz? Albatta, mana shu yil menga juda ham yuqorida aytganimdek yaxshiliklar olib keldi. Har bir insonga yaxshiliklar olib kelsin. Fursat ila mana shu Farg'ona davlat universiteti rektorimizga, barcha professor o'qituvchilariga o'z tabrigimni yo'llamoqchiman. Qolaversa, mana shu falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, ilmiy rahbarim
Qambarov Abdumutal Ahadjonovichga, yana hozir yuqorida aytib o'tdingiz, men DC qilish arafasida turibman. Xudo xolasa ana shu DC qilish ustozim bor, ilmiy rahbarim Oysulxon O'roqova, ularni ham tabriklayman. Barcha yurtdoshlarimizni, hammalarini chin qalbimdan tabriklab qolaman. Har birimizni xonadonimizda shunaqangi chiroyli yaxshilik kunlar bo'lsin. Yaxshiliklar ketidan faqat va faqat yaxshiliklar bo'lsin. Yana bir bora Ozarbayjonlarga borib, yana bir ana shu shaharlarni ko'rish, boshqa shaharlarni ko'rish hammamizga nasib etsin. Amin. Ilohim. Rahmat. Mehdiga bir imkon bersak, Shohis opa ham o'zbekcha, ham ozarbayjoncha tabriklab o'tsa. Ikkita tilda tabrik. Bemalol yangi yil bayrami bilan. Yana O'zbekiston xalqiga rahmat aytaman. Yangi yil bayrami munosabati bilan tabriklayman. Sizlarni ham burada tabriklayman. Rahmat. Menim burada O'zbekistonda istidadım, səsim juda kelishdi, sevishdi. Men onun uchun o'zbek xalqini ta'zim qilaman, rahmat aytaman. Tabriklayman. Rahmat. Biz O'zbekistonda ozarbayjonliklar ham ko'p. Xohlasangiz ularni ham ozarbayjon tilida tabriklab o'tsangiz bo'ladi. O'zbekistonda ham yaşayan Azərbaycan hem vətənlərimizi, Azərbaycanlılarımızı, hem de bütün Azərbaycanımızı yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Uzun ömür hər birinizə can sağlığı arzulayıram. İnşallah gələn il hər birinizə xoşbəxtlik gətirsin, yaxşı xəbərlər gətirsin. İnşallah. Rahmat. Bayramınız mübarək. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Chiroyli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aytamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni yangi yil bu do'stlik bayrami deb atagimiz keldi. Albatta. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat azizlar. Go'zal niyatlar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Yangi yilda yaxshi kunlarda yana ko'rishish nasib etsin. Xush kelibsizlar dasturimizni bayramona soniga. Rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmonlari Farg'ona davlat universiteti pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakulteti, musiqa ta'lim va madaniyat kafedrasi dotsenti, olima, taniqli bastakor Layloxon Tursunova hamda Farg'ona shahridagi 9-maktab bitiruvchisi, yosh ijrochi, Ozarbayjon farzandi Mehdi Hasanov bo'ldi. Ko'zingni sog'ingan, qulog'im bir shirin so'zingni sog'ingan. O'zim bu dunyoni o'zini sog'ingan. Yaxshiyamki sen borsan sevaman seni. Dünya qulamasdi agar sen meniki bo'lsan. Kelib yuragimni, ko'nglimni olsak, balki sen bir tushtursan, shirin xayolsan. Yaxshiyamki sen borsan sevaman seni. Senga bo'lgan sevgim ko'ngil ovozimdir. Kuz faslida bahor istagimdir. Bilaman sen borsan bu mening qo'shig'imdir. Yaxshiyamki sen borsan sevaman seni. Yelkensiz qayıkman, sen ise uzak oral. Sen Osmondasan, men ise piyoda. Menga tasalli berar shu dunyoda yolg'iz bir narsa.
Yaxşıyam ki sen borsan sevemem seni. Senga bo'lgan sevgim ko'ngil ovozimdir. Kuz faslida bahor istagimdir. Bilaman sen borsan bu mening qo'shig'imdir. Yaxshiyam ki sen borsan sevaman seni. Yaxshiyam ki sen borsan sevaman seni.